Assalomu alaykum hammaga. Qizlar, qo'limda nalish tovarlarni video obzor qilib beraman. Kimga bayramga kerak bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Bitta-bitta obzor qilib ketaman. Qaranglar. Munchoqdan mana bunaqa dumaloq sumkamiz bor. Xohlasanglar bandini olib tashlab, organizer qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana bunaqa chiroyli sumkachkamiz bor. Agar kerak bo'lsa, mana 70 ming so'mdan bayram kunlariga skidka qildim. Mana buni ichiga xohlasanglar qopcha ham tikib beraman. Qopcha tiksa kelinlarga chiroyli to'y marosimlarga taqib borishga chiroyli sumkachka bo'ladi. Undan tashqari ikki xil fermoar sumkamiz bor. Oq va qora ranglari bor. Bu fermoar sumkamni to'g'risini aytsam, bitta klientim ikkita zakaz berib keyin yo'q bo'lib qolganlar. Men bekitmayman. Ikkita zakaz qora bilan oqqa zakaz berganlarda, keyin puliga kelganda уже to'lovga kelganda yo'q bo'lib qolganlar. Mana qaranglar. Bular katta fermoarli sumkalar. Buni ichi keng, bemalol telefonlar, hamma narsa sig'adi. Mana ichlari rosa keng fermoar sumka. Tepasida ham o'zini oq jemchugi bor va xuddi shuni qorasidan bor. Mana bu bunaqasiga ochiladi. Bu fermoar sumkalarimiz bor. Mana bu fermoar sumkalarimizni 170 ming so'mdan qilib beraman qizlar. Yaxshi fermoardan va sifatli munchoqlardan foydalanganman. Mana ikki xil rangi oq va qorasi bor. Kimga kerak bo'lsa 170 ming so'mdan qilib beraman. Undan tashqari mini sumkachkalarim bor. Bularni faqat ikkitasi qoldi. Ukli va Mickey Mouse'ligi qoldi. Buni ilagan joylari ham bor. Mana oldi ham, orqasi ham bir xilda. Ukli, buni ichiga bemalol pullarini, dasturxonlarni solsa bo'ladi. Mana ichi buni 30 mingdan qilib beraman. Ikkita mini sumkami va bu Mickey Mouse'ligi. Mana ko'rib turganinglardek, bular munchoqdan qilingan narsalar. Mana bandlari uzungina, bemalol qizinglarga hayitga yoki 8-martga hadya qilsanglar bo'ladi. Bularni mini sumkalarni 30 ming so'mdan qilib beraman va undan tashqari bunaqa babuchkali sumkamiz bor. Ko'rib turganinglardek, bandlari uzungina babuchkali sumkamiz bor. Buni 70 ming so'm qilib beraman. Buni mana ichlari keng, bemalol hamma narsaga sig'adi. Pudra, pomada, plastik karta, telefon sig'maydi-yu, lekin telefonni ham amallab sig'dirsa bo'ladi. Razmeri bir qarich razmeri bemalol telefon sig'dirsa ham bo'ladi. Buni ham skidkada 70 ming so'm qilib berdim va undan tashqari galstuk qilgandim. Agar kerak bo'lsa qizlar, galstukim bor, 40 ming so'mga beraman. Bu ham durdan chiroyli qilingan va tepalari bo'ynimizga moslab katta kichik qilsa bo'ladi. Mana galstukimizni 40 ming so'mdan qilib beraman. Orqalari rosa chiroyli galstukimiz bor.